Вообще kampirlarga ham ishonch qolmadi. Svoloch. Kampirlarni 4tasi men ham uchrashdim. Ustaloyga aparat tag'in yegizdirib ichkizaman. Ha bo'ldi, yaxshi bo'ldi deydi tag'in. Umuman keyin telefon ham qilmaydi, qochib ketadi. Har borganimda 250, 300 xarajat qilib, shashlik, pashlik, mayda chuydani uramiz, hayronman endi. Shuncha kampirlarga ishonish kerakmi? Yoshlarga ishonish kerakmi? Men tushunmayapman shunga. Voy, nima degan gap, ey? Nima deganlar qani? Yoshlarga ishonish kerakmi? Kampirlarga ishonish kerakmi? Vosh kalla qotib qoldi bular. Nima qilish kerak? Kampirlarga ishonib oldiga borsam, 4 marta borsam, 4 martasi ham alladi. Endi yoshlari mana uchrashib ko'rayin qara bir. Yoshlari ham bir nima deydi? Ha. Bo'pti. O'rtoqlar, nima deysizlar? Men hayratdaman, hayratda. Nega desalaring, voy. Taklif qilyapti meni uyiga. Uy joying kerak emas. Umuman kerak emas. Uyimga shu yerda yashaymiz birga, deyapti. Nima deysizlar? Shuni aytinglar qani. Endi borib uchrashib yuraymi? Uchrashmay shaqab qo'yamay ketaveraymi? Shuni aytinglar menga. O'rtoqlar, toza. Bu ana bo'lib ketdi-ku. Bu kommentariyada yozyapti bitta hamtasi. Boboy, senga nima keragi bor? Ana kampir nima keragi bor? Kampir nimaga kerak, ey? Voy, men tushunmay qoldim. Shuni aytinglar sizlar. Endi kampir olsammi, olmasammi? Shuni bir konkret aytinglar. Faqat nima keragi bor? Boboy deysizlar. Shuni ham bir ona o'qib aytinglar. Konkret aytinglar. Ha? Aytinglar qani. Bir nima denglar qani. Uylansammi, uylanmasammi, shu anodagi quloq solaman, bo'ldi. Gap so'z bo'lishmagan. Konkret qilib.